Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda O'zbekistonda axborot xavfsizligining ma'naviy va huquqiy asoslari haqida gaplashamiz. Raqamli dunyo kundan kunga kengayib borar ekan, axborot xavfsizligi masalasi nafaqat texnik, balki ma'naviy mas'uliyat sifatida ham qaralmoqda. Axborot bugun eng qimmat resurs. Uni to'g'ri ishlatish, himoya qilish, omili ravishda iste'mol qilish har birimizning vazifamiz. Agar bunday mazmundagi videolar sizga yoqsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yanada qiziqarli mavzular bor. Axborot xavfsizligi avvalo ma'naviyatdan boshlanadi. Insonning axborotdan mas'uliyat bilan foydalanishi, yolg'on axborotni tanlay olishi, propaganda va manipulyatsiyalardan o'zini himoya qila bilishi. Buning barchasi ma'naviy immunitetni tashkil etadi. Shuning uchun O'zbekistonda media savodxonlik, yoshlar ongini mustahkamlash, raqamli madaniyatni kengaytirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki ma'naviy asos bo'lmasa, har qanday texnik himoya choralari yetarli bo'lmaydi. Agar fikrlarimiz sizga foydali bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Biz bilan birga bilimlaringizni kengaytiring. O'zbekistonda axborot xavfsizligi mustahkam huquqiy asosga ega. Davlatimiz tomonidan qabul qilingan bir qator qonunlar fuqarolarning axborotga bo'lgan huquqini, erkinligini, shaxsiy ma'lumotlarini himoya qiladi. Misol uchun, axborotlashtirish to'g'risidagi qonun axborotni qayta ishlash tartibini belgilasa, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun har bir fuqaroning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishning aniq tamoyillarini belgilab bergan. Bu hujjatlar raqamli xavfsizlikning huquqiy tayanchi hisoblanadi. Eslatma: mazmun sizga manzur bo'lsa, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Bu bizga katta motivatsiya beradi. Bugungi kunda dunyoda kiber tahdidlar muttasil oshib bormoqda. Phishing, fake yangiliklar, shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlanishi, tarmoqlarga hujumlar. Bularning barchasi real xavf. O'zbekistonda davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri kiber xavfsizlikni kuchaytirish. Maxsus markazlar tashkil etildi. Xalqaro hamkorlik kengaymoqda. Davlat axborot tizimlarida himoya qatlamlari kuchaytirildi. Har bir fuqaro ham shaxsiy darajada axborot xavfsizligiga amal qilishi lozim. Kuchli parollar, ikki bosqichli tasdiqlash, soxta havolalardan ehtiyot bo'lish va media madaniyat. Agar mavzu sizga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz ushbu yo'nalishda yana ko'plab videolar tayyorlaymiz. Xulosa qilib aytganda, axborot xavfsizligi bu faqatgina kiber mutaxassislar yoki davlat idoralarining vazifasi emas. Bu umumiy mas'uliyat. Ma'naviy mustahkamlik, media savodxonlik, huquqiy bilim, shaxsiy mas'uliyat va davlat siyosati hammasi birlashgandagina biz raqamli makonda xavfsiz bo'la olamiz. Axborot qudrat. Uni to'g'ri qo'llay olgan va uni himoya qila olgan jamiyat doimo oldinda bo'ladi. Va albatta, biz bilan birga bo'ling. Kanalga obuna bo'ling. Video sizga foydali bo'lsa, like bosing. Oldinda yanada chuqur, sifatli tahlillar bor.